Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Oh my god, I got into Harvard! Oh my god! Let's I got into Harvard! Oh my god. I got into Harvard! I got into Harvard! Farg'ona shahridagi Prezident maktabi o'quvchisi Dilafruz Sobirova 100% grant bilan Garvard universitetiga o'qishga qabul qilindi. Intervyu olish uchun Prezident maktabiga yo'l oldik. Birinchi marta hozirgina biz aeroportdan chiqib, to'g'ri kelib, qani nima qilamiz, tabriklaymiz. Bu juda ham bir hayajonlanib turgan masala kerak o'zlari. Ha. To'xtang, gapirgan. Ha. Qani, agar gap tugamay qolsa, dars ketavering koridorda. Boshqa kirish shart emas. Aha. Ketdi. Mayli, biz nima qilaylik? Ketdi. Assalomu alaykum avvalambor. Ismim Sobirova Dilafruz Salohiddin qizi. Farg'ona shahridagi Prezident maktabi. Aynan shu talablarni qondirishlari kerak bo'ladi. Bo'ldi, yetarli. Ism familiyangiz. Sobirova Dilafruz Salohiddin qizi. Garvard universitetiga kirgan Dilafruzxonni ko'rishga kelyapmiz. O'sha Farg'ona Prezident maktabida 11-sinfda o'qiydilar.